aka-ukalar, Qo'shrabot tumani, Ishtixon tumani mutasaddi rahbarlari, biz Qo'shrabot tumanida Og'atepa qishlog'ida yashaymiz. Bizning murojaatimiz shundan iboratki, Ishtixon tumani mana shu kanalni qazib, kanalni qazib Ishtixon tumaniga suv obod darajasida bizning yo'limizni juda avariya holatga keltirib qo'ydi. Mana bu kanalda ahvoli. Kecha suv kelgan, oldini bitab tashladi. Yo'limiz oldin mana bundaysiga tekis yo'l edi. Soyda ahvoli mana bu kechagi selda ahvoli. Yo'limiz mana shuncha chuqurlikka tushib ketdi. Kanalimiz shuncha chuqurlikka ozgina sel kelganiga shu ahvolga keldi. Aholi o'tib qishlog'imizga kirib chiqishga juda qattiq qiynalyapti. Mana bu toshlarni uyib tashladi. Bu yerdan qishlog'imizga tez yordam xodimlari kirib chiqishga qiynalyapti. Aholi qiynalyapti. Sizlardan iltimos qilaman. Bizga Ishtixon tumani mutasaddi rahbarlari kelib, kanal qazishdan oldin sizlarga katta yordam ko'rsataman, yo'llaringizni chiroyli qilib beramiz deb va'da berganida hech qanday natija yo'q. Kanalda ahvoli bu ahvol. Mana bunday bo'lyapti. Qanday bo'ladi ertaga yomg'ir, 4 kunda yomg'ir, qor yog'adi. Kunlar sovib ketishi bilan sel keladi bu yerga. Aholi o'tib qaytishga umuman iloji yo'q. Hozir qiynalyapti. Qanchadan qancha avariyalar bo'lyapti. Tushib ketyapti bu yerga. Kanalni mana bunday qilib tashadi. Biz Ishtixon tumanining mutasaddi rahbarlariga necha marta qayta murojaat qilyapmiz, telefon qilyapmiz, qurilish bo'lim boshliqlariga. Ertaga indin deb turin, 2 oydan beri bizni aldab yuribdi. Mana bu kanalda ahvoli mana. Kanalda ayrim yeriga tosh tashagan, ayrim yerlariga bunaqa toshlar bilan ko'mib qo'yibdi, sementlar bilan, musorlar bilan qilib qo'yibdi. Odamlar demadim. Bu sel kelishi bilan bu yerdan oldin bizda gaz turba o'tgan edi. Qo'shrabot tumanining Og'atepa mahallasi Og'atepa qishlog'i gaz turba o'tgan edi. Mana bu yerdan gaz turbalarimizni pachaqlab tashladi. Turbamizni yo'q, pachaqlab tashladi. Bizga ham zarar yetkazdi bu gaz turbalarni. Bizlar o'zimiz olib turin, xalq bilan qishloqni odamlar bilan kelishgan holda turbamizni olib turin. Kelishgan holda o'zimiz istamizdan xarajat qilib mana bu yo'lni mana bu ahvolga keltirib tashlagan. Mana bu yerdan gaz turbamizni pachaqlab tashlagandan keyin mana bu yerdan gaz tortdi. Gazni boshqa Bahrom aka ruxsat bergandan keyin mana bu yerdan gaz turba tortdi. Qo'shrabot tumani daradel xodimlari bizga tekis yo'l asfalt qilib bergan, mana asfalt. Yo'l bizga ochtirib asfalt qilib bergan. Mana bu yergacha asfalt kelgan. Mana bunday avariya holatga keltirib qo'ydi. Sizlardan qattiq iltimos, yordam ko'rsatingizlar. Ishton hokimimizga yo'limizga sotib o'g'ir tashlab qilib beraman deb va'da beruvdi. Buni amalga oshmayapti. Buni amalga oshirish uchun yordam beringizlar bizlarga. Kimga murojaat qilishimizdan bilmay qoldik. Hozir qish havosi bo'lyapti. Qish havosida mana tekta avariya bo'lib qolsa nima qilamiz? Har mashinalar chiqmay qolyapti ko'chaga. Mashinalar deyman, mashinalar. Bitta yo'l 1 metr yo'l qo'ygan, yo'lga chiqmayapti mashinalar. Uzoq gap. Gapiraver. Ha? Uzoq osmon adi. Mana gaz masalasini hozirgina tanqidlab o'tdi. Bizlarning gaz masalasini 2 oydan beri ana shu muammoga duchor bo'lib, odamlar aholisi gazsiz qolib, oxir o'z hisobidan mana shu Raygaz bilan kelishgan holda mana shu holatga keldi. Bu qachongacha davom etadi? Bu yo'limizni buzdi mana asfalt yo'limizni. Ular ana qilamiz, mana qilyapti. Ana yana 1 oy, 1,5 oyda qish keladi.
Odamlar botqoqda qoladi mana shu. Mana gazni ko'mib beramiz dedi. Ko'mish ham yo mayli o'zimiz qo'l bilan qo'yamiz. Ha yo'l masalamiz juda og'ir. Mana mashinalar hozir yakka to'xtab. Turbanni olmayapti, kelib ko'rishga yo'qlayapti. Mana kecha avariya Mana bo'lgan avariya. joylarda mana mashina kirib ketgan, mana buferlar yotibdi. Bu kanalni ichiga 3 ta 4 ta mashina kirib ketdi, avariya bo'ldi. Mana bu yerga kirib ketdi, sanchilib 3 ta 4 ta mashina kelib turibdi. Mana bu yer asfalt, mana yer. Mana bu yer asfalt, mana asfalt buzgan. O'zbekiston mutasaddi rahbarlari ham kelib ko'rmaydi. Xohlagan joyini buzib shunday qilib ketyapti bular. Murojaatimiz shundan iboratki, 10 kun ichida qilib berishlaringizni so'raymiz. Bo'lmasam tegishli joylarga murojaat qilamiz. Mana uni ham ko'rsatingiz. Mana dammalardan ko'rsating, mana shuni oldini bitta shunday hashim qilib qo'yib keting. Gapiringiz, gaping. Hadi gapiring.